Nechi pullar? 5 ket. O'zilar nima bo'pti aka? Qana bo'pti? 46. Jipiga. 16 ketdi. Men katta qo'llarni oldim. Sotilgan variantlardan sizlarga chiroyli plyonkalar beramiz. Turilardan nima qanaqa bo'lyapti? Bilib olaverasizlar. Yana bala qancha bo'pti aka? 26. Zo'r. Balasini olsa shiriya, balasini olsa. Ketdimi? Qancha bo'pti aka bu sigir? Qancha bo'pti? 27. Sigirlar narxi sal tushib qo'yanga o'xshab ketadi. 27 ga zo'rda sigir. Mana qo'chqorlar. Nechi puldan bo'pti aka qora qo'chqorlar? Uchovi 12,5 bu. Uchovi qora 12,5 ha? Zo'r, barakasi bersin. 4 million 150 mingdan tushadi. 160 mingdanmi tushadi? Aka qancha bo'pti yana bala? Qancha bo'pti aka? 16. Qancha bo'pti aka bu yana bala? Aka qancha bo'ldi bu? To'g'ri gapdagi. 25 ga bergan aka. 25 ga berishini topib ketishyapti. Ketdi. Qancha bo'pti aka 16? Sotilmadi. Bo'pti aka? Bo'l. Vaqtincha ko'taroq aka. Buga qancha bo'pti aka? 19. Zo'r. 19 katta akalar. Sotilganlar nom beramiz. Yana mana qancha bo'pti aka? Aka novvosi qancha bo'ldi? Sizga? Yana mana qancha bo'pti aka? 20 million. Novvosi ekan manasini? 20 million so'm. Ketdi. Ha, bo'ldi. Buqa qancha bo'pti aka buqa? Sotilmadi. Nechga? 19 ga berilmadi. Aka bu qo'ylar qanchada bo'pti? Qisirlar. Biz semirib turamiz. Nechga bo'pti aka bu? Qancha yarim? 20 yarim, 21 yarim işte. Paket. Aka bilan? 21 yarim. Oğlum asla ona sordum. 21 yarim million so'm. Ketdi. Bismillah oldilar ham aka bu hunarchilardi. Vajindan qaytdi. Bismillah qaytdi aka? 6,5 dan. 6,5 ni bermadingizmi? Ha, bizdan qaytdi-da. 6,5 million so'mdan qaytib to'g'rilasa berishmabdilar. 1 2 3 4 5 ta. 15 million 400 bo'pti akalar mana. Urmaydimi oldi. Ketyapti. Obunachilar dohilasi ko'chmalar hozir bor. Uylarga bepul yana adashib tortib berish xizmati xudo xolasa vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatamizmi aka? Bemalol vodiy bo'ylab. Bismillah, nomeringizni necha adashib? 91lik 737 1980 vodiy bo'ylab dolis kelishgan holda xizmatlar bor ha. Aha, bonuslar qilib, dolis chiroyli qilib, arzon narxlarda uyingizga borib tortib berishadi. Boshinglar akalar mana. Endi videoning oxirigacha, oxirida ko'ringlar, jicha sotilganlar olib beraman. Aka, novvosi nech bo'libdi? Xudoga qancha bo'libdi aka? 8,5 million so'm ketdi.
bitta syomka qilib beramiz endi sizlarga sotilgan variantlarni videoni oxirigacha. Xudo xohlasa bu ham bomba video bo'lyapti, ammo laykni bosishni unutmanglar.